Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Navoiy Metallurgiya jamg'armasi davlat muassasasi kompleks xizmat tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Barchamizga ma'lumki, respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Buni mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar va qabul qilingan hujjatlar asosida ko'rishimiz mumkin. Jamg'arma muassasasining 2025-yil 8-yanvardagi qarori bilan jamg'armaning tashkiliy tuzilmasi tasdiqlangan bo'lib, unda 3 tadbirlardan iborat jamg'armaning kompleks xizmat direktoriga bo'ysundirilgan. Jamg'armaning kompleks xizmatiga 3 nafar xodim ishga olingan. Jamg'arma tomonidan 2025-yilda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalar doirasida tegishli tadbirlar amalga oshirilgan. Ta'kidlash lozimki, jamg'arma tizimida ham korrupsiyaga qarshi kurashish bilan bog'liq bo'lgan tarkibiy tuzilma joriy etilgan bo'lib, ushbu faoliyatni takomillashtirish uchun muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda hamda korrupsiya illatlarini oldini olish va profilaktika qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, jamg'armada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ISO 37001 xalqaro standarti joriy qilinishi bo'yicha sertifikatni qo'lga kiritish ishlari bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Jamg'arma mazkur standartning talablarini tatbiq etish doirasida o'z tizimida yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashish hamda uning oldini olish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlanib, uning asosida bir qator hujjatlar qabul qilindi. Misol uchun, jamg'arma buyrug'i bilan korrupsiyaga qarshi kurash siyosati, jamg'arma tizimi xodimlarining odob axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish to'g'risidagi nizom, axborot xavfsizligi siyosati, shuningdek xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalarida korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish bo'yicha majburiyatlar, jamg'arma tizimida bo'sh ish o'rinlariga xodimlarni qabul qilishda shaffoflikni ta'minlash, ularni tanlash va joy-joyiga qo'yish, ularni rotatsiya qilish, rag'batlantirish tizimi joriy etildi. Xususan, jamg'armaning bu bo'yicha ishonch telefoni, rasmiy veb-saytlari, xuddi shuningdek korrupsiya holatlari va jamg'arma xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan murojaatlarni qabul qilish uchun tegishli Telegram botlar ishga tushirilgan. Ta'kidlab o'tish joizki, kelgusida jamg'arma korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish bo'yicha murosasiz kurashni maqsad qilib qo'ygan. Jamg'arma tomonidan 2025-yilda davlat xaridlari sohasida jami 5358 ta shartnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shundan elektron do'kon portali bo'yicha 3173 ta, korporatsion birja bo'yicha 1117 ta, UzX Agro bo'yicha 24 ta, Spot yo'nalishi bo'yicha 403 ta, tanlov 10 ta va to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar 631 tani tashkil etadi. Barcha tashkil etilgan shartnomalarga korrupsiyaga qarshi bandlar kiritilgan. Jamg'arma tomonidan 2025-yilda 15 ta kontragentlar bo'yicha tekshirishlar o'tkazilib, ularda korrupsiyaviy holatlar, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi aniqlanmagan. Jamg'armaning 2022-yil 23-avgustdagi 238-qaroriga asosan jamg'arma va uning hududiy boshqarmalariga ishga olish 5 bosqichdan iborat bo'lib, bular e'lon berish, nomzodlarni jamlash va malakaga oid talablarga muvofiqligini o'rganish, nomzodlar bilan sinov va savol-javob o'tkazish hamda ularni baholash, shaxsga oid ma'lumotlarni baholash uchun taqdim etiladigan hujjatlar va tanlov o'tkazish jarayoni, tanlov yakuni va nomzodlarni saralash amalga oshirib bormoqda. 25-yil xizmatning ish rejasi va jamg'armaning farmoyishlariga asosan jami 28 ta tekshirish hamda xizmat tekshiruvlari o'tkazilgan bo'lib, shundan aniqlangan moliyaviy xato kamchiliklar 1 milliard 770 million so'mni tashkil etdi. Shundan kamomad va zarar summalari 1 milliard 412. Aniqlangan ortiqcha ish haqi
va maqsadsiz xarajatlar 235 million 600 ming so'mdan. Aniqlangan ortiqcha tovar moddiy boyliklari summasi 122 million 879 ming so'mni tashkil etdi. Aniqlangan xato kamchiliklarning 1 milliard 723 million so'mi undirilgan va undirilmay qolgan mablag' 7 million 507 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan, Uchquduq hududiy boshqarmasi Shimol ovqatlantirish kombinatiga qarashli 4-sonli oshxonada 25-yil 16-may kuni haydovchi Shomurodov, oshpazlar Artiqov va Ro'ziyevalar o'zaro til biriktirib, narxi 73.805 so'mdan jami 1.583 ming so'mlik 21 kilogramm 500 gram lahm go'sht mahsulotini hech qanday hujjatlarsiz yashirincha olib chiqqan payti Navoiy kon-metallurgiya kombinati ichki ishlar bo'limi tomonidan ushlangan. Moddiy javobgar shaxslarga nisbatan lavozimidan ozod etish choralari ko'rilgan. Departamentning Zarafshon shahar bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi to'g'risidagi qarorga asosan o'tkazilgan taftishda jami 432 million 655 ming so'mlik asossiz, ortiqcha va kamomad hamda o'tkazilgan sanov natijalarida 1 million 531 ming so'mlik ortiqcha tovar moddiy boyliklari aniqlandi. Ushbu tekshirish materiallari qonuniy chora ko'rish maqsadida departamentning Zarafshon shahar hududi bo'limiga yuborilgan. Xizmatimiz tomonidan o'quv seminarlari, targ'ibot tadbirlari hamda davra suhbatlari o'tkazilgan bo'lib, ushbu tadbirlarda 2564 nafar rahbar va ishchi xodimlar jalb etildi va qamrab olindi. 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan aksil korrupsiya oyligi doirasida boshqaruv apparati va tarkibiy bo'linmalarida 20 dan ortiq o'quv seminarlari, targ'ibot tadbirlar, profilaktik tadbirlar, radio va televideniyada chiqishlar amalga oshirildi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan tadbirlar va seminarlar hamda o'rganish ishlari 2026-yildan davom ettiriladi. Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kelgusida qo'shimcha axborotlar berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.